Buxoroda Qori Ishkamba degan sudxo'r o'tgan, bu bor. Sadriddin Ayni yozgan, lekin shu odamni ko'rganlar bilan gaplashganman. Shunaqangi boy bo'lganki, hatto podshodan boshqasi podsho bir qarzdor ham bo'lib qolgan, hammani qarzdor qilib qo'ygan. Bilasen bilan. O'zini uyida ovqat yemas ekan, tiqilib qolar ekan yesa. Tekin ovqat qidirib yurar ekan. Endi ko'rgansizlar, uni kinosi ham bor. Millionga tillolari yetganda inqilob bo'lib qizillar olib qo'ydi. Qizillar revolyutsionerlar, Xudoning balosi bo'lgan o'sha sudxo'rlarga, zakot bermaydigan boylarga hammasini olib qo'ygan. Allohdan izn bo'lmasa oladimi? Buxoroy Sharif quvvati islomi dinas degan joyda sudxo'rlarga ruxsat berib qo'yilgandan keyin u mamlakat turadimi? Sudxo'rlarni bittasi kasofati 100 ming odamga yetadi. Sudxo'rlar ko'paygan sari qimmatchilik bo'ladi, qiyinchilik bo'laveradi aslan. Yomon narsasi. Shuning uchun men doim gapiraman. O'zingizdan ko'ring. Sudxo'r juda ko'payib ketgan O'zbekistonda. Xafa bo'lmang-u, azizlar. Qozoni qozoqqa sudxo'rlik qilib pul berganini eshitganimiz yo'q. O'zbek o'zbekka beradi. Millating-ku, qoning-ku. Yo joyini tortib oladi, yo pul bersa prosent bilan beradi. Nima degan gap? Kim nima bo'lyapti o'zi? Nima bo'lardi? Qilmishga qarab bo'ladi. Mehrlik bo'l, oqibatlik bo'l, millatlik bo'l, o'zbegingni or nomusini himoya qil. Sen ham boshqa millatlarga o'xshagan ittifoq bo'l, ig'vo, fitna, fasod qilishma, joyini tortib olma. O'sha ishlagani kelgan mardikor Surxondaryodan Qashqar millating, o'zbeging kelgindi emas u. Shu o'zbek xalqi bundoq bir qovushuv bo'lsin, birovga yordam bersang prosent bilan ber. Ana shu narsalar bizni ko'p ishlarimizni bepayz bebaraka qilgan.